600 nəfərə yaxın Uyğur tutqununun Xitay saqçılarının qattiq nazarati ostida Korliq G'arbiy vokzalidan maxsus poyezd bilan Xitoy o'lkalariga elib mengilganligi oshkorlandi. Olam xabarlari to'rining ma'lumotiga qaraganda, mazkur sin ko'rinishining rostligi aniqlangan. Ya'ni Uyghur tutqunlarni Xitoy saqchilarining nazoratida darizalari payatlangan maxsus poyezdga elib chiqayotgan o'rinning Korliq G'arbiy vokzali ekanligi ilgari surilgan. Mazkur sin ko'rinishidan ma'lum bo'lishicha, 600 nafarga yaqin Uyghur tutqunlarning birdak chechish tushirilgan. Ular guruhlarga bo'linib, o'xshamagan guruhdagilarga ko'k, oq va boshqa rangdagi mahbus kiyimlari kiydirilgan. Ularning ko'zlari qora niqob bilan to'sib etilgan. Har bir tutqunni ikkidan Xitoy saqchi qo'ltiqlab poyezdga elib mangan. Sin ko'rinishini yaqinlashtirib qaraganda, ko'k kiyimlik tutqunlarning dumbisidan Qashqar tutib turish o'rni degan Xitoycha xatni bayqag'ili bo'ladi. Egilanishicha, mazkur sin ko'rinishi 17 sentabr kuni dron, ya'ni uchquchisiz aeroplan orqali bo'shliqdan tortilib, shu kuni xakerlar tarafidan o'g'irlangan va YouTube to'riga yo'llangan. 18 sentabr kunidan boshlab ijtimoiy taratqularda keng turda ko'rilishga va ham bahrilanishga boshlagan. Kuzatuvchilarning ilgari surishicha, bu Xitoy doiralarining Uyghur tutqunlarni Xitoy o'lkalaridagi turmalarga turkumlab yo'tkayotganligi haqidagi eng yangi va sin ko'rinishlik dalil isbot ekan. Radiomiz o'tgan yildan buyon ko'p qatim aniqlash va surishtirish orqali Xitoy hukumatining Uyghur tutqunlarni turkumlab Xitoyning Xilongjiang, Shandong, Shanxi, Gansu, Henan va Sichuan o'lkalaridagi turmalarga yo'tkaganligini dalillagan edi. Mazkur sin ko'rinishini to'rg'a qo'yg'uchi bu video Xitoyda tortilgan. Bu Xitoy hukumatining uzundan buyon Xinjiang Uyghur avtonom rayonida kishilik huquq va insonlarning negizlik erkinligini dafsanda qilayotganligining isboti deb izoh yozgan.